Bilasizmi? Bilmaysizmi? Balki harakat qilib ko'rasiz. Odamlardan yordam so'rash imkoniyatim bor ekan. Agar yordam bera olsanglar, xursand bo'lardim. Qanaqa ekansangiz hozir? Shahodat kalimasini bilasizmi? Shahodat kalimasini bilasizmi? Shahodat kalimasini bilasizmi? Yo'q, eslatib oling. Harakat qilib ko'ring. Shahodat kalimasi. Islom. Ulaika kal an'am bal hum adol. Ana o'shalar hayvonlar kabidir, balki hayvonlardan ham battarroq kimsalardir deydi. Subhanalloh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh azza va jalla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytadiki, siz ularni hidoyat yo'liga da'vat qilasiz, lekin ular sizni eshitishmaydi deydi. Va tarahum yanzuruna ilayka va hum la yubsirun. Ular o'zlari ko'rmagan hollarda sizga qarab turishganini ko'rasiz deydi. Lekin ular sizni ko'rishmaydi deydi. Payg'ambarni ko'rishadi, lekin bir oddiy inson qatorida ko'rishadi. Payg'ambarning gap so'zlarini eshitishadi, lekin bir oddiy ko'chalarda, magazinlarda, bozorlarda oddiy dunyo kalimalarini gapirayotgan insonlar qatorida qabul qilishadi. Alloh azza va jalla bir insonni qalbiga muhr urib, uni basiratini bog'lab qo'ygan bo'lsa, ya'ni fahm farosati ishlamasa, uni aqlini olib qo'ygan bo'lsa, unga har qancha gapirmang, har qancha tushuntirmang, u tushunmaydi, u ko'rmaydi, eshitmaydi, u bilmaydi. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolamga aytayaptiki, siz har qancha gapiring, ular tushunishmaydi siz deyapti. Robbimiz A'rof surasida aytadiki, "Va laqad zara'na li jahannama katiran minal jinni val ins" deydi. Biz insonlarni, jinlarni ko'plarini jahannam uchun yaratdik deydi. Subhanalloh. Ularni jahannam uchun yaratilgan insonlarning sifatlari bormi? Nimalardan iborat ular? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ularning qalblari bor, lekin qalblari his qilmaydi, bilmaydi, buni tushunmaydi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ko'zlari bor, lekin ular ko'rishmaydi deydi. Walahum adhanun la yasma'una biha. Quloqlari bor, lekin eshitishmaydi deydi. Ulaika kal an'am bal hum adol. Ana o'shalar hayvonlar kabidir, balki hayvonlardan ham battarroq kimsalardir deydi. Subhanalloh. Alloh bir insonni basiratini bog'lab qo'ygan bo'lsa, qalbiga muhr urib qo'ygan bo'lsa, har qancha gap gapiring, gapingizni eshitmaydi. Har qancha sizga qarab turganini ko'rasiz, lekin ko'rmaydi u. Nima uchun? Chunki Allohning basiratdan, Allohning hidoyatidan, Allohning kitobidan, Allohning kalomidan yuz o'girganligi uchun Alloh azza va jalla uni shunaqa tushunmaydigan qilib qo'ygan. Ba'zi insonlarga futbol haqida gapirsangiz, shunaqa futbol haqida gapiradiki, birinchi marta eshitayotgan odamni futbolga bo'lgan muhabbatini uyg'otib yuboradi. Ba'zi bir insonlarga kiyim-kechak, dunyo, magazin haqida gapiring, shunaqa sizga gapiradiki, insonni yuzdagi tabassumidan, yuzdagi xursandchiligidan go'yoki dunyoda, yer yuzida eng baxtli inson shu bo'lsa kerak deb o'ylab qolasiz. Siyosat haqida gapiradigan bo'lsangiz, xuddiki Oqsaroyda ishlaydigan prezidentning yordamchisiga o'xshab gap gapiradi. Qachon Allohning kalomidan gapirishni boshlaysiz, ensiz qotib, telbaga Majnunga o'xshab, xuddiki o'zini hech nimasini tushunmagandakka ko'rsatganini ko'rasiz. Bo'sh ko'zlar bilan sizga qarab turganini ko'rasiz. Subhanalloh. Nimaga? Chunki Allohning hidoyatidan yuz o'girganligi uchun Alloh taolo uni shunaqa tushunmaydigan qilib qo'ygan. Allohu a'lam.